Assalomu alaykum. Biz bugungi videomizda klinika va doktorlash faoliyatini avtomatizatsiya qilishni o'rganamiz va biz buning uchun Dokito platformasidan foydalanamiz. Dokito platformasiga kirish uchun любой brauzerga Dokito deb qidirgan yerida birinchida chiqib keladi har doim yoki dokito.app deb qidirsanglar ham shu veb-saytga promoy kiradi. Video opisiyaniyasida link ham qoldiramiz. Dokito deb qidirganimizda birinchida chiqdi. Xuddi shu veb-saytga kiramiz. Bu kirganimizda bu veb-saytimiz 11 xil tilda ish faoliyatini olib boradi va 20 dan ortiq davlatlarda ishlatiladi. Hozir bu veb-saytimiz o'zbek tilida turibdi. Xohlagan tilimizga o'zgartirib olishimiz mumkin. Bizga hozircha o'zbek tilida turgani qulay. Xo'p, bu platformamiz bizga nima beradi? Shifokorlarimiz uchun barcha qo'lda qiladigan va boshqa ish faoliyatlarini hammasini elektron tarzda qila olishlari mumkin bo'ladi. Misol uchun nima qilishlari mumkin? Qabullarni onlayn yozishlari mumkin. Kalendarlarni xuddi shu platformada yurgizishlari mumkin va bu platformada kalendar yurgizish uchun patsientlarga qabulda yozish uchun o'zlari kirib yozishlari shart emas. Ya'ni patsientlarga link orqali patsientlarni o'zlari platformaga kirib, qabulni o'zlari xohlagan vaqtga o'zlari yozishlari mumkin bo'ladi. Va hamma hujjatlarni shu platforma orqali yurg'izsanglar ham bo'ladi. Nol qiruvchi forma ham o'zi chiqarib beradi va boshqa barcha plan lecheniya bo'ladimi, chek uchun retsept barchasini shu platforma orqali chiqarsanglar bo'ladi. Yo'llanma ham chiqarib beradi. Hamma shu ish faoliyatlarini platformaning ichida mavjud. Patsientlarning ma'lumotlarini, diagnozlarini hammasini saqlash imkonini ham beradi. Bunda o'sha o'zlaringizning hisobotlaringizni yurg'izsanglar ham bo'ladi. Biz bilamiz O'zbekistondagi ko'pchilik klinika egalari bular biznesmenlar emas. Bizda ko'pchilik klinikalar va kasalxonalarni doktorlar yurg'izishadi. Doktorlar esa biznesmen emas. Ular ko'pincha bu bu klinikani biznes tarafini tushunishmaydi. Shuning uchun biz bu platformaga analitika qo'shamiz va bu analitika sizlarga analitikalarga qarab turib nima qilish kerakligi haqida maslahat ham beradi. Va bundan tashqari bu platformamizda video konsultatsiya ham bor. Bu nima qilib beradi bizga? Bu video konsultatsiya patsientlarimiz misol uchun qabulga kelisha olmaydigan bo'lsa yoki uzoq joyda yashashadigan bo'lsa, unda ularga shu link orqali veb-saytga kirib, veb-saytda prямой efirda konsultatsiya olib borishingiz mumkin bo'ladi. Va platforma ichida patsient ma'lumotlarini avtomatik tarzda yozib olishinglar, saqlashinglar, shunga o'xshash amaliyotlarni bajarishinglar bo'ladi. Xo'p, buni qanday ishga tushirishni platformaga yangi akkaunt ochib kirib ko'rsatib beramiz. Buni oldin bu yerda platformamizda narx bo'limi bor. Bu narxda ko'rsatilgan narxlar bu O'zbekiston uchun amal qilmaydi. Bu yerda ko'rsatilgan narxlar hammasi xalqaro foydalanuvchilarimiz uchun bo'ladi. O'zbekistonda narxlarimiz ancha arzon. Xo'p, bu yoqqa kirish uchun birinchi biz akkauntimiz turini tanlab olishimiz kerak bo'ladi. Biz bemor sifatida kirmoqchimizmi, shifokor sifatidami yoki klinika administratori? Biz bu videomiz uchun shifokor sifatida kiramiz va ismimizni kirgizamiz. Keyin esa emailimizni. Parolimizni ham kirgizib olamiz. Mana akkauntimizga kirib oldik. Xo'p, bu akkauntimizda nimalar bor? Xo'p, chap tarafimizda bizning profilimiz ko'rinadi va bu yerda berilgan tugmacha bu nimani boshqaradi. Bu tugmachani yoqib o'chirish orqali yangi kelgan patsientlar, ya'ni platforma orqali kelgan patsientlar sizlarda qabullarga yozila oladimi yo'qmi, shuni yoqib o'chirish mumkin. Bu yerdagi ular bizni veb-saytimizning rejimini boshqaradi. Kunduzgi, tungi yoki kompyuter ikki bilan bir xil qilsanglar bo'ladi. Va bu yerda tillar, bu yerda bildirishnomalar, yangi kelgan bildirishnomalar shu yerda ko'rinadi. Va bu yerda endi boshqaruv panelimizda nimalar bor?
Bu yoqda yangi patsient tasodifan kelgan yoki tezda yangi konsultatsiya ochish, uni yangi patsientning ma'lumotlarini kirgizish kerak bo'lsa, shu tugmachani bosish orqali barchasini amalga oshirish mumkin. Bu yoqda bizni analitikalarimiz. Hop, keyin bugun ya'ni eng keyingi qabul qachon va nechida bo'lishi haqidagi ma'lumotlarni bu yoqda ko'ramiz. Hop, va bu yoqda ko'rishingiz mumkin. Sariq berilgan bu bildiradi. Bizni platformamiz ochiq platforma bo'lganligi uchun har qaysi odam platformaga kirib yangi akkaunt ocha oladigan bo'lganligi uchun bu yoqqa bitta tekshiruv qadamini qo'yib qo'yganmiz. Buni nima qilamiz? Bunda biz tekshiruvdan o'tishimiz kerak bo'ladi. Tekshiruv uchun o'tishimiz uchun bizga o'zimiz haqimizdagi ma'lumotlar va qayerdanligimiz, sohamiz qanaqa, bularni tanlashimiz kerak bo'ladi. Va qaysi tillarni bilamiz, konsultatsiyalarimiz, ya'ni bizning jarayonimiz qanaqa olib boriladi, shaxsan patsientga kelish kerakmi yoki video chat orqali qilamizmi, telefon orqalimi yoki uyga boramizmi patsientlarni bu yoqdan boshqarish mumkin. Bu yoqda bizni pasport kopiyamiz va diplomimiz kerak bo'ladi. Bular nimaga kerak? Bu biz haqiqatda bu platformaga kirgan shaxs haqiqatda doktor sifatida ishlashi va ishlash joyi borligini tasdiqlash uchun kerak bo'ladi, xolos. Va bu yoqdagi berilgan yo'nalishlardan bittasini tanlash nimaga kerak? Chunki bizning platformamizda hamma tibbiyot yo'nalishidagi doktorlar kirganligi uchun yo'nalishlarni tanlab qo'ysanglar, platformamiz xuddi sira yo'nalishlarga qarab o'zgardi. Misol uchun, ba'zi bir kardiologga kerak bo'lgan narsalar stomatologga kerak emas. Stomatologga kerak bo'lgan narsalar kardiologga kerak emas. Xuddi shunaqa platformamiz moslashib oladi. Misol uchun, stomatologga tishlar bo'yicha ishlashadi va ularga tishlarning raqami kerak, nechta tish davolangani, qaysi tishlar davolangani va tishlarning holati kerak bo'lganligi uchun ularga moslashib oladi. Xo'p. Hozir buni to'ldirib jo'natganimizdan so'ng 24 soat ichida profilini tasdiqlanadi. Xo'p, keyingi bu yoqda bo'limimizga o'tamiz. Bu yoqdagi bo'limimiz nima? Bu bizning profilimiz. Bizning profilimiz patsientlar qidirganiki ko'rganda qanaqa ko'rinadi. Bu yoqda o'zimiz rasmimizni qo'yishimiz mumkin, telefon raqamimiz, o'zimiz haqida ma'lumotlar, bioyimizni va bilgan tillarimizni yozib qo'yishimiz mumkin. Xo'p, keyin bu yoqda bizda ikkita link beriladi. Bu linklar nima? Hop, birinchisi bu yoqda biz o'zimiz uchun username yozishimiz mumkin. Bu yoqda o'zimiz uchun link tayyor qilib beradi, username'imizga qarab turib. Va bu bizning qabulimizga yozilish uchun link. Xo'p, bu linkka, ya'ni profilimizga linkini patsientimizga tashlab bersak, ularga bizning profilimiz ko'rinadi, biz haqimizda ma'lumotlar kelib chiqadi va ular shu ma'lumotlardan foydalanib qabulimizga yozishlari ham mumkin. Bu yoqdagi link esa, ya'ni qabulga yoziladigan link, bu to'g'ridan to'g'ri shu qabulga yozilish uchun. Bu orqali ham profilimizni ko'rishlari mumkin, lekin bu asos qabulga yozilish uchun foydalaniladi. Buni hozir bizda tayyor oldin ochilgan akkauntda kirib ko'rsatib beramiz. Xo'p. Va keyingi bo'limimiz diagnozlar bo'limi. Bu bo'limda biz yangi tayyor diagnozlarni qo'shishimiz mumkin. Diagnoz nomi va uni tavsifi, uni taglarini va uni aktiv va inaktiv holatlarga o'tkazib qo'yishimiz mumkin. Yoki biz foydalanishimiz uchun qarab. Va bu yoqda ICD-10 kod berilgan. Bu kodlar nima? Har bitta diagnozni xalqaro standart bo'yicha o'zini kodi bo'ladi. Va biz buni kirgizib qo'yishni maslahat beramiz. Nimaga? Chunki bu juda yaxshi rivojlanmagan, lekin chet el davlatlarida bor. O'zbekistonda ham hozir yangi rivojlanib kelmoqda. Ya'ni sug'urtaga kerak bo'ladi. Patsientga, misol uchun, chek yoki sug'urta shunaqa oladigan bo'lsa, bu kod bizga kerak bo'ladi. Shu sug'urta kompaniyasiga taqdim etish uchun. Xo'p, keyingisi jadval sozlamalari. Jadval sozlamalari nima? Bu bizning, ya'ni ish vaqtimiz. Xo'p, bular qanday boshqariladi? Bu yoqda qaysi kunlari biz ishlaymiz, shularni belgilaymiz. Misol uchun, bu yoqda dushanbadan yakshanbagacha berilgan. Misol uchun, dushanba kuni ish vaqtimiz nechidan boshlanib, nechida tugaydi.
va orada tanaffuslarni ham belgilashimiz mumkin. Misol uchun obed vaqti, ужин vaqti yoki nonushta, любой qaysi tanaffus vaqti bo'ladigan bo'lsa, o'sha ish vaqtida shuni qo'shib belgilab qo'ysak bo'ladi. Soat nechidan nechagacha bo'ladi. Hop, keyin qabul sozlamalarida eng oxirida buffer time deb berilgan. Buffer time nima? Bu har bitta qabul orasidagi vaqt. Misol uchun, birinchi qabulingiz soat 6 dan 6:30 gacha yozilgan bo'lsa, keyingi qabulingiz 6:45 dan nechadirgacha bo'ladi. Ya'ni bitta qabul bilan ikkinchi qabul o'rtasida 15 daqiqa vaqt platforma avtomatik o'zi tanaffus beradi. Buni o'zgartirib qo'yishimiz mumkin. 15 daqiqadan 30 daqiqagacha va bu yoqda dam olish kunlarini va bayram kunlarini kirgizib qo'ysak bo'ladi. Ya'ni qaysi kunlari biz ishlamaymiz, bularni belgilab qo'ysak bo'ladi. Hop, bu yoqda teskari amallar berilgan. Ya'ni teskari amallar nima? Misol uchun har bitta kun ish vaqtimiz har kuni bir xil bo'ladigan bo'lsa, faqat bir kun dushanbani to'ldiramizda, xuddi shu dushanba kunni boshqa ish kunlari, ya'ni dushanbadan jumagacha hamma kunlarga o'zi ko'paytirib beradi. Va dam olish kunlarini o'chirish, ya'ni shanba, yakshanba kunlarini buni bossak, shanba, yakshanba kunlari misol uchun yo'qolgan bo'lsa, ishlaydigan bo'lsa, shuni o'chirib qo'yadi. Hop, keyin esa bizning muolaja kutubxonamiz. Muolaja kutubxonamizda bizda nimalar bor? Muolaja kutubxonasida bizda shu amalga oshiradigan muolajalarimiz. Bu yoqda nimalarni boshqarishimiz mumkin? Yangi muolaja qo'shishimiz mumkin. Muolaja nomi, uni ham kodi bo'ladi, kodi va qaysi kategoriyaga kiradi u. O'zimiz kategoriyani tayyor kategoriyaga kirgizishimiz mumkin yoki o'zimiz yangicha kategoriya olib topib, yasab, unga ham qo'shishimiz mumkin va bu narxi. Va undan keyingi berilgan bu knopkalar nimaga ishlatiladi? Birinchisi schedule follow-up appointments, ya'ni keyingi misol uchun bitta protsedurani bitta qabulda tugatib bo'lmaydi. Patsient yana aytaylik 1 kunlik, 2 kunlik, 3 kundan keyin yana qaytib kelishiga to'g'ri keladi. Xuddi shunday protseduralarga yoqib qo'yamizda va necha marta patsient kelish kerak. Misol uchun aytaylik 1 marta kelish kerak va ikkita qabul orasida qancha vaqt bo'ladi? Aytaylik 3 kun. Ya'ni birinchi qabulga keldi patsient, 3 kundan keyin ikkinchi qabulga keladi. Xuddi shunaqa va bu tugmamiz require patient consent, ya'ni patsientdan bu protsedura uchun qanaqadir yozma shakldagi hujjatga rozi bo'lish kerakmi yo'qmi? Agar rozi bo'lish kerak bo'lsa, buni yoqib qo'yamizda, shu yoqqa shu hujjatni tekstini olib qo'yishimiz yoki hujjat o'zini yuklab qo'yishimiz mumkin. Va bu yuklanganda biz patsientga qabul yozganimizda patsientni profiliga to'g'ridan-to'g'ri boradi va patsient bu yoqda o'zi rozilik bildiradi. Xo'p, va bu yoqda bitta aytib o'tmagan narsamiz bu kategoriyamiz bo'ladi. Bunda biz kategoriya boshqarishga bosamiz va kategoriyaga nom beramiz. Misol uchun terapiya deb nomlaylik kategoriyamiz nomini va bu kategoriyani qo'shamiz. Qo'shganimizdan kategoriya qo'shildi va saqlaymiz. Hop, saqlaganimizdan keyin keyingi protsedurani qo'shadigan bo'lganimizda, kategoriyaga kirganimizda oxiridan chiqib keladi biz qo'shgan kategoriya. Hop, keyin bu yoqda ko'rishingiz mumkin. Bizda narxlar berilgan. Bu narxlarni hozir so'nib turibdi. Platformamizda shunaqa funksiyasi ham bor. Avtomatik misol uchun bir birligidan boshqa bir birligiga o'zgartirib bera oladi. Ya'ni so'mdan dollarga, yevroga yoki yuan xohlagan bir birligiga o'zgartirib bera oladi. Hop, keyingisi davolash rejalari, ya'ni plan lecheniya. Hozir biz qilgan akkauntimiz bizda bu ochilgan akkaunt ekan. Bu yoqdagi biz o'zimiz akkauntimizga o'tib olamiz. Biz shu patsientlarimizga plan lecheniya qilib berishimiz mumkin. Bunda davo rejasini qo'shamiz va bizga chiqib keladi bu yoqda. Hop, plan lecheniyaning nomi, bu yoqdan patsient tanlaymiz. Agar bizga patsient ko'rgan bo'lsa yoki o'zimiz patsient qo'shgan bo'lsak ma'lumotlarni. Hop, bu yoqda shuni qanchalik muhimligi, tavsifi va protseduralarni belgilashimiz mumkin. Bu yoqda hech narsa o'zi bizga ko'rinmaydi, chunki bu yangi akkaunt ochish akkauntimiz. Biz o'zimiz eski akkauntimizga ko'rsatib beramiz. Hop, mana bizda tayyor
oldin qilingan plan lecheniyalar bor. Misol uchun aytaylik, bu hozir ko'rib turganinglar bu stomatologlarni akkaunt hisoblanadi. Ya'ni o'sha ko'rsatganimdek, agar o'sha profilni tasdiqlashda o'z yo'nalishini stomatolog deb belgilaganda xuddi shunaqa narsalar kelib chiqadi. Xo'p, aytaylik, bu bizda yosh kattalarni jadvali. Shu tishlariga aytaylik, qaysi protsedurani qildik yoki qilmoqchimiz. Aytaylik, plomba qo'ydik. Plomba qo'yamiz. Protseduramiz vaqti aytaylik 1 soat bo'ladi. Har bitta plombani narxi qanchadan? Buni o'zgartirib qo'ysak bo'ladi. Bu yoqda 120 bergan ekan. Aytaylik 150 dan qilib qo'yishimiz ham mumkin. Hop. Va bu protsedura qaysi kuni olib boriladi? Aytaylik 24-iyun. Bu yoqda biz avtomizga qaysi vaqtda bo'shligimiz chiqib keladi. Soat nechaga qo'yamiz? 11:45. Bu yoqda ana tayyor chiqib kelyapti bizda. Ya'ni bundan keyingi yana patsient xuddi shu protseduraga kelish kerak bo'ladimi? Ya'ni davom ettirish uchun. Biz uchun kerak emas deb hisoblaymiz. Va bu protsedurani qo'shamiz. Qo'shildi. Bizda ya'ni narxi hisoblash 2 xil yo'li bor. Agar tishlarning son raqamini belgilab, keyin protsedurani belgilaydigan bo'lsak, hamma o'sha tishlarga bir xil narx qo'yadi. Misol uchun aytaylik, har bittasiga 100 so'mdan qo'ymaydi-da, hammasiga umumiy 100 so'm qo'yadi. Agar biz oldin protsedurani belgilab, misol uchun protsedurani belgiladik, keyin tishlarni belgilaydigan bo'lsak, bu protsedurani har bitta tishga alohida-alohidadan narxlaydi. Plan lecheniyamiz saqlandi. Plan lecheniyada o'sha biz kirgizgan ma'lumotlar mavjud. Retseptlarimiz, yo'llanmalarimiz, qanaqa testlarni topshirish kerak patsientimiz hammasi bor va qo'shimcha ravishda biz patsientni fayllarni yuklab qo'yishimiz ham mumkin. Xo'p, bu yoqda o'sha patsientni ma'lumotlari berilgan va qachon yasalgani. Xo'p, keyin bu yasalgan plan lecheniyada misol uchun biz buni patsientga jo'natishimiz mumkin. Ya'ni publishing tugmachasini bossak, bu patsientga boradi. PDF shaklida yuklab olishimiz ham mumkin. Mana download PDF tugmasini bosganimizda plan lecheniyalarimizni keyinchalik ishlatishga ham saqlab qo'ysak bo'ladi. Ya'ni bu yoqda save as template degani bor. Shu tugmasini bosib, bunga nom berib bu yoqda save as template degan bo'limga o'tib olamiz. Bunga nom beramiz. Hop, kategoriyasini tanlab qo'ysak ham bo'ladi. Va saqlaymiz. Keyin bu yoqda mana template degan joyi bor. Template'ga o'tganimizda ana bizda oldin yasagan plan lecheniyalarimiz. Bularni nima qilamiz? Misol uchun use bosamiz, ya'ni foydalanishga ko'p marta bosib oldik. Use bosganimizda bizga xuddi o'sha plan lecheniya tayyor kelib chiqadi va bu yoqda biz o'sha qaysi patsientimizga buni qaysi patsientimiz uchun buni tayyorlaymiz, tanlaymizda. Patsientni tayyorlab, buni patsientga jo'natib olsak bo'ladi. Keyingi bizning bo'limimiz, bu mening bemorlarim bo'limi. Xo'p, bu bo'limda nima qilinadi? Ya'ni bemor ma'lumotlarini ko'rish va ularni o'zgartirish mumkin va yangi bemor bu yoqda qo'shishimiz mumkin bo'ladi. Va ismlari va boshqa barcha ma'lumotlar. Xo'p. Bemorimizga bosganimizda bemorimizning hamma ma'lumotlari bizda ko'rinadi. Eng oxirgi marta bizga qachon kelgan, ya'ni bizdan qarzdorligi bormi, barcha ma'lumotlar shu yoqda bor va uni profili, barcha ma'lumotlar shu yerda saqlangan. Mana va bu yoqda oldin kelganda nima ishlar qilingan, qanaqa bo'lgan, hammasini ko'rsak bo'ladi. Xo'p, istoriyasi, patsientga yozib berilgan retseptlar, uni fayllari va biz u haqimizda o'zimiz qo'shib qo'ygan qanaqadir ma'lumotlar, ya'ni notlar. Xo'p, bu yoqda endi kalendarimiz. Bu kalendarda nima qilishimiz mumkin? Bu kalendarga biz shu qabullarni yozamiz. Plus belgisini bosamiz. Qaysi patsient uchun qabul yozmoqchimiz, buni tanlaymiz.
eslatib o'tamiz. Buni biz qilishimiz shart emas. O'sha veb-saytda bergan, ya'ni bizning profilimizda bergan link orqali patsientlar o'zlari uchun o'zlari qabul yozishlari ham mumkin. Vaqtini belgilaymiz. Bu video bo'lsinmi, qanaqa holatdagi qabul bo'lsin, buni tanlaymiz. Aytaylik, patsient tashrif buyuradi. Qanaqa protsedura qilinishi kerak, buni tanlab qo'ysak ham bo'ladi, xohlasak tanlamaymiz. Va bu qabulimiz necha soatiga qancha vaqt davom etadi belgilaymiz va book tugmasini bosamiz. Ya'ni qabul yozildi mana. Keyingi qabul deb ko'rsatyapti. Xo'p. Bu qabul ustiga bosganimizda bizda patsient haqida hamma ma'lumotlarimiz kelib chiqadi va bu protsedura haqidagi xulosani ham yuklab olsak, to'lovlarni amalga oshirsak bo'ladi va bundan qabulga o'tamiz. Qabul sessiyasiga o'tganimizda mana patsientimiz haqida ma'lumotlar kelib chiqdi. Ya'ni patsientimiz mana oldingi qabulidan bizga ma'lum ekan, shu patsientda allergiyasi bor. Bu yerda berilgan. Bu yerda ko'rib turganingizdek hamma ma'lumotlarni kirgizsak bo'ladi. Bu yerda ya'ni qanaqa bizga muammo bilan keldi va boshqa tekshiruvlar natijalarini yozsak, to'lovlarni amalga oshirsak yoki kirgizsak bo'ladi. Bu yerda o'sha stomatologlarga kerak bo'ladigan protseduralar, ya'ni tishlarni raqamini tanlaymiz, qanaqa bu birinchi step bu diagnozi, ya'ni qanaqa tashxis qo'shilgan. Biz hozir bu yangi profilimizga tashxis qo'yilmagan, shuni ko'rmayapti. Yangi tashxis qo'yishni bosamiz va bu yoqqa tashxis nomini yozib ko'ramiz. Tasdiqlash bosganimizda bu saqlanadi. Xo'p. Bu yerda bizda ikki xil ko'rinish bor. Ya'ni bu yerda bizda hozirgi patsientimizni tishlarga hozirgi holati bo'yicha qo'ygan tashxisimiz va bu yerda o'sha bemorimizni tishlarining hozirgi holati, ya'ni bularni tanlab turib, misol uchun davolangan yoki davolanmagan, plomba qo'yilgan shunaqa ma'lumotlarni qo'shib qo'ysak bo'ladi. Xo'p. Bu yerdan nimani o'zgartiramiz? Ya'ni patsientimiz katta yoki kishi yosh bolalarga qarab o'zgartirsak ham bo'ladi. Boshqa tibbiyot universitetlarga, misol uchun boshqa doktorlarimizga, stomatolog bo'lmagan doktorlarimizga bu hamma narsa bir xil bo'ladi, faqat bu mana tishlarning raqami ko'rinmaydi. Hamma narsa bir xil. Hop, keyingi bo'limda bu protseduralar bo'limi. Bu yerda dental bo'lib ko'rinyapti, stomatologlarga, ya'ni bu akkauntim stomatologlarga yaralib turgan uchun boshqa doktorlarimiz, shifokorlarimizga bu protseduralar bo'limi bo'lib ko'rinadi. Bu yerda nima qilamiz? Bu yerda qilingan protseduralarni tanlaymiz. Hop, qaysi tishlarga qilingan, bularni tanlaymiz. Bu protseduralarni qo'shish bosamiz. Bu qo'shganimizda protseduralar bu yoqqa qo'shiladi. Yangilash bosib yuborganimizda xuddi shu qabulda patsientda qanaqa ishlar qilganimiz shular ko'rinadi. Hop, boshqa yo'nalishdagi doktorlarimiz uchun hamma narsa bir xil bo'ladi, faqat shu tishlar ko'rinmaydi ularda. Faqat protseduralar belgilanadi. Keyingi bo'limda biz patsientlar xuddi shu patsientimizga plan lecheniya qilib berishimiz mumkin. Bu yerda xuddi oldin ko'rsatib o'tilgandek ma'lumotlar kirgiziladi. Bu yerda esa dorilar uchun retsept yozib berishimiz mumkin bo'ladi. Dori nomi, dozasi, kuniga necha marta ichadi va nechta ichadi, bu qanaqa u tabletkami, kapsulami yoki millilitrdami, qanaqa bo'lsa shunaqa. Va o'zimiz instruksiya yozib qoldirsak bo'ladi. Buni hammasini to'ldirib qo'ysak bo'ladi. O'sha doktor profili ko'rsatganimizdagi, agar bu yoqdagi bizning bo'limimiz bor, doktor profilda mana prescription, ya'ni retseptlar degan joyi bor. Bu yerda agar biz xuddi shu ma'lumotlarni oldindan tayyor qilib qo'yishimiz mumkin. Ya'ni qaysidir, misol uchun bizda bo'lishi mumkin, qaysidir dorilarni patsientlarga qayta yozib berishimiz mumkin bo'ladi. Shu dorilarni bu yerda qo'shib saqlab qo'yishimiz mumkin. Saqlab qo'yganimizda biz saqlab qo'ygan retseptlarni xuddi shu
qabulda yoki patsient profiliga kirib, u retseptni yozib berishimiz mumkin bo'ladi. Keyin bu yoqda o'sha biz uchun o'zimiz uchun kerakli ma'lumotlarni yozib qoldirsak bo'ladi. Bu yoqda oxirida review. Bu review nima? Bu reviewda biz biz haqimizda, ya'ni doktor biz emas, ya'ni review nima? Bu review bo'limida bemor shu doktor haqidagi o'z fikrini qoldirishi mumkin. Ya'ni 1 dan 5 yulduzgacha oralig'ida bizga baho beradi va o'z fikrini yozib qoldiradi va bu ma'lumotlar barchaga, bizni profilimizga kirgan barchaga ko'rinadi. Xo'p, bu bo'limga biz nimaga kira olmaymiz? Bu bo'limga doktorlar birinchidan kira olmaydi. Ya'ni patsient yozib qoldirgan ma'lumotlarni ko'risha olmaydi. Bu ham qachon? Toki qabul yakunlanmagungacha. Misol uchun bu qabul yarim soatdan keyin aytaylik 10:30 bo'lsa, aytaylik 11 da tugaydigan bo'lsa, o'sha soat 11 bo'lganda bu bo'lim ochiladi bemor uchun. Bemor kirib o'z fikrlarini qoldira oladi yoki bu ya'ni vaqti tugagandan keyin yoki biz bu qabulni tugatganimizda sodir bo'ladi. Qabul tugatish uchun xuddi shu o'ng tarafdagi finish tugmasini bosganimizda tugaydi. Xo'p, va O'zbekistondagi ko'p doktorlarimiz so'rashadi, 043 forma bormi sizda deyishadi va 043 forma xuddi shu knopka orqali tayyor holatda olish mumkin. Ya'ni rus tilida olasizmi, o'zbek tilida olasizmi, bu knopkani bosasiz va sizga bu PDF holatda chiqarib beradi. Patsientimiz tibbiy kartasi. Barcha ma'lumotlar shu yoqda ko'rsatilgan bo'ladi. Xo'p, endi kelinglar keyingi bo'limga o'tsak. Xo'p, keyingi bo'lim bizda nima? Kalendardan keyin xabarlar. Bu yoqda xabarlar nima? Bu xabarlar faqat SMS emas, email orqali va shu platformani ichida doktor yoki klinika administratorlari, qabul xodimalari bemorlar bilan suhbat olib borishlari mumkin bo'ladi. Va bu yoqda yo'llanmalar, kimdirgadir qanaqadir yo'llanma yozib berish kerak bo'lsa, uni xuddi shu yerdan yasab olsak bo'ladi. Bu yoqda bu profilimizga kirib ko'rsatib beramiz. Hop, bizda 2 xil yo'llanma yasash mumkin bo'ladi. Ular qanaqa? Platforma ichidagi doktorlarga jo'natishimiz mumkin va platformaga hali ro'yxatdan o'tmagan doktorlarimizga ham jo'natishimiz mumkin bo'ladi. Buning uchun nima qilamiz? Qaysi patsient uchun yo'llanma yaratamiz, tanlaymiz. Bizda 2 xil yo'llanma mavjud. Ya'ni maxsus va umumiy. Hop, maxsusda biz tanlagan misol uchun doktor tanlagan bo'lsak, aynan qaysi doktorga jo'natishimizni tanlaymiz yoki bu yoqdan doktor ismini kirgizib qo'yishimiz mumkin. Misol uchun klinika qaysidir yoki kasalxonaga jo'natmoqchi bo'lsak, klinikani tanlab qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Hop, yoki klinikani nomini kirgizib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Hop. Keyin bu yoqda nima sababdan jo'natganligimiz haqidagi ma'lumotlarni kirgizishimiz ham mumkin. Bu kirgizgan ma'lumotlarimiz oxirida, ya'ni bu yo'llanma qachongacha ishlaydi, buni sanasini ham belgilab qo'ysak bo'ladi. Iloji bo'lsa patsientimiz yoki bemorimiz o'sha qachon shu qabulga borib kelish kerak, shuni sanasini ham belgilab qo'ysak bo'ladi. Hop, biz buni yaratib olganimizdan keyin buni yo'llanmani PDF shaklida ham yuklab olishimiz mumkin bo'ladi va ma'lumotlarni ham ko'rishimiz mumkin. Xo'p, va bu platformamizda agar bizga yo'llanmalar keladi va bu platformamizda agar bizga yo'llanma keladigan bo'lsa, mana qabul qilingan yo'llanmalardan ko'rib olishimiz mumkin bo'ladi. Ularni ma'lumotini bu yoqda ko'rsak bo'ladi. Bularni ham PDF holatda yuklab olishga imkoniyatimiz bor. Bularni qabul qilamizmi yoki bekor qilamizmi tanlashimiz ham mumkin. Bu kelgan yo'llanmalarga asosan shu bemorni qachon ko'rishimizga vaqtini belgilab qo'ysak bo'ladi. Misol uchun bu bemorni qabul qilsak, qabul qilindi va bunga
aytaylik. Hop, o'shanba kuni soat 9:30 ga kelish kerak. Aytaylik, kelib o'tirmasdan video konsultatsiya qilamiz u bilan. Tayyor. Hop, kalendarga o'tamiz. Biz uni patsientni dushanbaga yozdik. Dushanba kuni yozilgan patsient 9:30 dan soat 10 gacha. Video konsultatsiya bo'ladi. Hop, keyin oldinroq aytib o'tishdan chiqib qolibdi. Bu video konsultatsiyada qanaqa bo'ladi? Video konsultatsiya hamma narsasi bir xil, faqat bunda bu yoqda mana video degan joy bo'ladi. Video joyida start videoni bosganimizda ham bemor, ham doktor bu yoqqa kirib, bir-birlarini kameralari, mikrofonlari ko'ringan holatda konsultatsiya o'tishlari mumkin bo'ladi va ekranni patsientga ko'rsatish ham mumkin bo'ladi. Misol uchun biror narsa tushuntiradigan bo'lsangiz yoki biror narsa ko'rsatmoqchi bo'lsangiz, butun konsultatsiyani shu yerda qilish mumkin bo'ladi. Va har bitta konsultatsiyaga, video konsultatsiyada 1 soatlik cheklov qo'yilgan, ya'ni 1 soat ichida tugatish kerak bo'ladi. Bu video konsultatsiyani tugatish uchun, ya'ni videosini o'zini tugatish uchun bu yerda end video tugmasini bossak, video konsultatsiya tugaydi. Va bu yerda ko'rib turganingizdek, link bor. Patsientlar uchun bu link, ya'ni agar patsient platformamizda ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa, birinchi platformamizda ro'yxatdan o'tadi, akkaunt ochib oladi va bu yerda link beradi platforma. Bu knopkaga bosganimizda link kopiya bo'ldi. Xuddi shu linkka keyin patsient kirganida doktor bilan birga onlayn video konsultatsiya qila oladigan bo'ladi. Bunda ham xuddi shunaqa doktorga o'xshagan, xuddi shu bilan bir xil bir bit ochiladi. Bu yerda xuddi o'sha aytib o'tirgan retseptlar bo'limi va bu yoqda bizda samaradorlik bo'limi bor. Samaradorlik bo'limi nima? Bu biz platformamizdagi sizni analitikangiz, ya'ni hamma ma'lumotlaringizni, analitikangizni bu yerda ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Shaxslar hammasi bu yerda ko'rishingiz mumkin. Qanaqa protsedura qilingan, qancha daromad kelgan yoki patsientlarimizda qancha daromad qarzi bor va ya'ni yakunlash foizi, ya'ni bu yerda konsultatsiyalarimiz nechta yozilgan va konsultatsiyalarimizdan nechtasida biz muvaffaqiyatli yakunladik. Hammasi va bizga bu patsientlarimiz bergan baholarimizni ham ko'rsak bo'ladi. Hammasi bu yerda bor. Xo'p, yana bu samaradorlik bo'limida mana tendensiya bo'limiga o'tganinglarda bu yerda AI tavsiyalarimiz bor. Bu yerda ham shu sizni amaliyotingizda, ya'ni praktikangizda ketayotgan qanaqa muammolar bor, ularga qanaqa yechim qilish kerak, shunaqalarga tavsiya beradi. Hozir aytyapti mana AI'miz bizda pik vaqt soat 9 atrofida bo'layotgan ekan va shu vaqtda demak bizning sur'atlarimiz kam. Shuni ko'paytirishimiz kerak ekan. Bizni kuchli tarafimiz bu bemorlarni ushlab qolishimiz ekan. Xuddi shunga o'xshash bu yerda AI sizlarga ham har xil maslahatlar beradi. Bu yerda shu AIdan bergan analitikalarimizni ham ko'rishimiz mumkin. Mana AI bu yerda xulosalar ham bergan bizga. O'sish tendensiyasi, ya'ni qabullarimiz ko'payayotgan ekan, bemorlar sadoqati, ya'ni bemorlarni ko'p ushlab qolayotgan ekanmiz. Eng pik vaqtimiz soat 9 da. Bu yerdagi hamma berilgan ma'lumotlarni biz PDF shaklida ham yuklab olishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda eng oxirida berilgan advanced, ya'ni yuqori darajali ma'lumotlarimiz bor. Bizda bilsanglar, ko'p klinikalarımizda va kasalxonalarimizda ularni direktorlari biznesmenlar emas, ular oddiy o'zimizga o'xshagan doktorlar. Va u doktorlar bu klinika yurg'izishda biznes tarafini bilishmaydi. Xuddi shunga bizda ya'ni moliyaviy savodxonlik kam bo'lganligi uchun bu yoqda ularga har xil yo'llar, ma'lumotlar, yordamlar ko'rsatiladi.
Bu platformamiz tomonidan avtomatik amalga oshiriladi. Ya'ni bu yerda berilgan ma'lumotlarni to'ldirib chiqsanglar, ya'ni bir oyda reklama qancha pul sarflanadi, marketingga qancha pul sarflanadi va bizdagi o'sha sotiladigan mahsulotlar, ya'ni qanaqadir uskunalar ishlatadigan bo'lsak, ularning narxlari, oylik, misol uchun bizning sarf xarajatlarimiz, soliqqa qancha pulimiz ketadi, shularni kirgizib chiqqanimizdan keyin bizga u bu yerdagi hammasi to'lib, bizga shu ma'lumotlarni beradi. Ya'ni nimalar, misol uchun return on investment, ya'ni biz bu ishimizga tiqqan pulimizdan qancha bizga daromad keldi. Ya'ni reklamadan qancha pul keldi. Misol uchun $100 tikdik, qancha bizga qaytib keldi. $1 misol uchun nechta biz yangi klient olib kela oldik. Shunga o'xshash hamma ma'lumotlarni bu yerda keltirib chiqarib beradi va chiqarib bergandan keyin bu yerda Key Insight degan va bu yerda bizda Key Insight degan va bu yerda bizda Key Insight degan bo'limiz bor. Bu yerda nima? Shu sizga maslahat beradi. Xuddi shu qismida bizning platformamiz. Keyingi bizning bo'limiz bu Verify Documents, ya'ni dokumentlarni tasdiqlash bo'limi. Bu yerda nima? Bizda bu platformamizda ishlab chiqarilgan har bitta dokument, har bitta retsept saqlanib qoladi va u dokument o'zini shtrix kodi va oddiy yozma kodi bo'ladi. Xuddi shu kodlarni bu yoqqa kirgizish orqali yoki o'sha kodni QR kodni skaner qilish orqali tekshirib olishimiz mumkin bo'ladi. Bu ya'ni o'sha dokument kimga tegishli, qaysi bemorga tegishli, qachon ishlab chiqarilgan va shunga o'xshash hamma ma'lumotlar bu yerda ko'rinadi. Bu yerda bizning moliyaviy statistikamiz, hamma ma'lumotlar bu yerda ko'rinadi. Qancha daromad qildik, qancha bemorlarimiz bizdan qarzi bor yoki va boshqa ma'lumotlar hammasi bu yerda ko'rinadi. Ya'ni qancha qarzi bor, to'landimi bularni, qarzdorliklar hali to'lanmagan, unpaid, bu yerda hali belgilash mumkin, to'landi belgilash, qancha to'ladi patsient, qanaqa holatda to'ladi. Seriyada bo'lsa, buni xuddi o'sha anaqani ichida ham amalga oshirish mumkin. Qabulli sessiyasini ichida ham. Analitikalarimiz bu yerda ham xuddi shunaqa ma'lumotlarimiz bor. Bu yerda Super Bill degan bo'limimiz bor. Super Bill nima? Bu xuddi o'sha video boshida aytganimizdek, sug'urtaga kerak bo'ladigan chek. Bu yerda Super Billni chiqarishni bosamiz, patsiyentni ismini kirgizamiz, qachon qilingan, diagnozi nima edi, qanaqa ish olib borilgan, ish nima qilindi, nechta qilindi va uning narxi qancha bo'ldi. Xo'p, bu yerda bizda sozlamalar bo'limi bor. Xo'p, sozlamalar bo'limida akkauntimiz sozlamalarini o'zgartirishimiz mumkin. Bizga ulangan patsiyentlar va vaqtimizni o'zgartirishimiz mumkin. Tilini o'zgartirishimiz mumkin. Bu yerda mana xuddi sizga aytayotgan pul birligini ham o'zgartirishimiz mumkin. Biz qaysi pul birligidan foydalanmoqchi bo'lsak, xuddi o'shani o'tkazib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Bizga qanaqa bildirishnomalar keladi, buni qoldirsak bo'ladi. Kalendarlar va boshqa kalendarlarga ham, misol uchun telefonimizda qanaqa kalendarlar ishlatamiz, Google kalendar yoki Outlook yoki Apple shularga ulab qo'ysak ham bo'ladi. Xo'p, xavfsizlik, ya'ni akkauntimizning parollari, 2 bosqichli parollar, shularni saqlab qo'ysak bo'ladi yoki o'z ma'lumotlarimizni yuklab olishimiz ham mumkin, akkauntimizni o'chirib tashlashimiz ham mumkin bu yerda. Va sozlamalar bo'limi ham tugadi. Va bu yoqqa o'tganinglarda yana bitta sozlamalar degan sahifamiz mavjud. Xo'p, bu yerda berilgan, ya'ni hozir ko'rib chiqqan sozlamalar bu bizni doktor akkauntimizni sozlamalari. Va yana qo'shimchasiga bu yerdagi sozlamalar kirsak, bu yerdagi bizni akkauntimiz sozlamalar. Bu nima farqi bor? Bu ikkalasida ya'ni biz bitta akkauntga, misol uchun doktor sifatida ro'yxatdan o'tgan akkauntimizga qo'shimcha sifatida bemor sifatida, ya'ni bu yerda ko'rishingiz mumkin, patient, ya'ni bemor deb yozib qo'ygan, bemor sifatida yoki aytaylik klinika administratori yoki klinika buxgalteridir yoki klinika egasidir.
shunaqa turdagi akkauntlarni ham ulab qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, bizda bu platformamizda ishlash ketmaligimiz qanaqa bo'ladi? Shu profilimizni to'ldirganimizdan keyin bu yerdagi diagnoz, muolajalar kutubxonasi, ularni to'ldirib qo'yganinglar o'zinglarga foyda и bu yerda retseptlar. Shu 3 ta bo'limni to'ldirib qo'ysanglar, keyinchalik har bitta patsientga alohida yozib o'tirmaysizlar. Keyin hop, nima qilamiz? Bu yerda qabul boshlashi va yangi bemor ma'lumotlarini qo'shish 2 xil yo'li bor. Birinchisi bu shu bemorlar bo'limiga o'tib, bu yerda yangi bemor qo'shish imkoniyati bor. Va bu yerda bemor ma'lumotlarini kirgizib bo'lganidan keyin hop, kalendarga o'tib, kalendarda shu bemorga qaysi kunga yozmoqchisizlar, shu slotni belgilab, bu yerdan o'sha sizlarda bor, ya'ni sizlarda qo'shilgan bemorlarni ma'lumotlari kelib chiqadi. Shularni tanlab qabulga yozib qo'ysanglar bo'ladi. Bu birinchi yo'li edi. Hop, ikkinchi va bundan osonroq va tezroq bo'ladigan yo'li bu boshqaruv panelining birinchi bo'limiga o'tib, bu yerda mana yangi bemor va yangi qabul degan knopkasi bor. Buni bosganingizda hamma narsa promoy va ketma-ket o'zi chiqib keladi. Patsient ma'lumotlarini to'ldiriladi bu yoqqa. Bundan keyingi betga o'tganda majburiy betlarni to'ldirib qo'yaylik. Bular majburiy edi. Xo'p. Keyin sizlardan so'raydi. Xo'p, bu qabul bugungi hozir boshlansinmi yoki keyinroqqa qaysidir kunga yozilsinmi deb. O'z xohishingizga qarab tanlayverasizlar. Misol uchun aytaylik, keyinroq yoziladigan bo'lsa, slotni tanlaymiz. Qaysi kunga bo'lishi kerak, soat nechiga bu qabul yozilgan, mana patsient yozildi. Endi aytaylik, yana bitta boshqa patsient kelgan. Xo'p, hozir boshlaymiz desanglar, hozir vaqtini belgilaymiz. Mana bizda xo'p, qabulga yozildi u patsient. Keyin kalendar bo'limiga o'tamiz. Kalendar bo'limiga o'tganimizda u patsient уже yozilgan bo'ladi. Ma'lumotlarni to'ldirib qabulga yozib bo'lganingizdan keyin kalendar bo'limiga o'tamiz. Kalendar bo'limiga xuddi o'sha kunga o'tganingizda, xuddi o'sha kunni, xuddi o'sha tanlangan slotda qabulga yozilgan bo'ladi patsient. Bu yoqdan xuddi o'sha aytib o'tirgandek protsedurani yoki qabulni boshlasak bo'ladi. Agar siz klinikangizda allaqachon qaysidir boshqa bir programma ishlatayotgan bo'lsangiz va u programmadan boshqa programmaga o'tishga qiynalaman deb o'ylayotgan bo'lsangiz, bu bizni programmamizda umuman problema emas. Misol uchun u yoqdagi patsientlaringiz, u yoqdagi hamma ma'lumotlarni bizni programmamizga import qilish imkoniyati bor. Bu qanaqa bo'ladi? Bu yoqda mana bizda import qilish funksiyasi bor. Excel fayllarni xuddi shu yerda ko'rsatilgandagi ma'lumotlar berilgan bo'lishi kerak. Bu yerda template bor. Bu template yuklab olamiz. Bu template nima? Bu templateda patsient ma'lumotlari qanaqa tartibga solingan bo'lishi kerakligi haqidagi ma'lumot. Xuddi shu templateda ko'rsatilgandagi ma'lumotlarni to'g'rilab chiqamizda u ma'lumotlarni biz xuddi o'sha Excel fayl orqali import qilish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Xo'p, bizda bu qanaqa amalga oshiriladi? Bu yerdan ko'ryapsizlar, templateda hamma ma'lumotlar qanaqa tartibga solingan bo'lishi kerakligi haqida bu yerda misol bor. Bu yerda boshida patsient ismidan boshlangan birinchi qatorga patsient ismi yoziladi, keyingisiga xuddi shu formatda tug'ilgan yili, bu yerda jinsi, telefon raqami, hop, emaili, manzili, allergiyasi, yondosh kasalliklari,
va qo'shimcha kontakt ma'lumotlari xuddi shu tartibda yozilgandan keyin xuddi shu to'ldirilgan Excel faylni sizlar bizni platformamizga qo'ysanglar, xuddi o'sha ma'lumotinglar platformamizga o'tadi. Hop, bu qanaqa amalga oshiriladi? Hozir biz xuddi o'sha bizga berilgan Excel faylni yuklab ko'rsatib beramiz. Bu yoqdan yuklash knopkasiga bosamiz и faylni tanlaymiz. Fayl tanlaganimizda mana ma'lumotlarimiz o'tdi. Patsient ismi nima edi, tug'ilgan yili qachon, telefon raqami qanaqa va boshqa ma'lumotlar hammasi import bosganimizda patsient ma'lumotlari bizga qo'shiladi. Mana o'sha patsientlarimiz va ularning ma'lumotlari.